bo'yicha o'zi video ko'p emas haqiqatda. Bu yildan nasib qilsa video ko'payadi. O'g'itlarni berishda ham men chiqishlar qilganman, lekin bu yerda qisqacha aytishim mumkin. Asosiy o'g'it bu azot. Amafosni sizlarga foydasi bu fosforidan emas, to'g'ri tushuninglar. 1 tonna solganinglarda tarkibidagi protsentini hisobiga sizlar juda ham ko'p azot beryapsizlar degan. Ya'ni o'sha tarkibidagi azoti sizlarga asosiy foydani olib kelyapti. Shuning uchun buni amafosni o'rniga o'zini vaqtida masalan azotini bersanglar, azotli o'g'itlardan ko'proq foydalansanglar yaxshi bo'ladi degan tavsiya bor. Shundan kelib chiqib aytishim mumkin. Masalan 100 kilo azot beradigan 1 gektarga 100 kilo sof holatda azot beramiz desak, buni bir 4dan 1-ni yoki 3dan 1-ni fosfor ko'rinishida bersak yetadi akalar. Bu fosforda masalan 1 yil bermasangiz ham, 2 yil bermasangiz ham katta o'zgarish bo'lmaydi. Chunki fosfor bitta narsani tushuninglar, chiqib ketmaydi. Juda ham kam foizda chiqib ketadi. Shuning uchun kam beriladi. Qaysi holatlarda chiqib ketadi fosfor? Ya'ni o'sha shoxini kesib olib chiqib ketganmiz. Chet davlatlarda masalan barkida bor, barki tushadi. Uzumlar gullaydi, har bitta bo'lagidan nima tushadigan bo'lsa, pastiga o'sha yerda saqlanadi. Ya'ni bog'da fosforda aylanishi, tokzorlarda aylanishi tabiatan bu yuqori juda ham. Lekin azotni meva bilan, kaliyni meva bilan chiqib ketishi juda ham ko'p. Shuning uchun tonnaga qarab kaliy beriladi. O'sish tezligiga qarab, toklar o'sishiga qarab biz azotni miqdorini aniqlaymiz odatda. Shuning uchun videoda aytilgan, YouTube'ga kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Qancha santimetr o'ssa kuchsiz hisoblanadi, o'rta, kuchli va undan yuqori. Shunga qarab azot beriladi. Demak, kuchsiz o'sayotgan toklarga, demak 1 metrgacha yangi novdingiz yetmadi. 3 ta mahalda azot berishingiz shart. Birinchisi bahorda ochganimizda kurtaylar borti bir 4-5 santimetr bo'lganda, chunki bark bo'lmagunicha yerdan azot tortmaydi. Uni erta berib qo'yganingiz bilan bark toklay ololmaydi, tuproqni harorati yetishi kerak ma'lum bir darajaga va bu paytda selitr ishlatsanglar eng yaxshi natija beradi. Ya'ni tezroq yetib boradi. Karbamid beradigan bo'lsanglar bu kechikadi yetib borish. Shuning uchun bahorda ularga tezlikda kerak. Bilasizlar, toklarning barkning rangi ham o'zi kuchsizroq bo'ladi o'sha paytda. Keyingi davr bu meva tukkandan keyingi davr. Demak, 100 kiloni sof holatda olib turib, sizlar kuchsiz o'sayotgan toklarda 3dan 1-ni bahorda o'sha kurtay bo'rtgan paytda berasizlar. Undan keyin meva tukkandan keyin berasizlar. Undan keyin terimdan keyin beriladi. O'zi asosiy 3 ta davr shu. Terimga yaqin novdalarda 80% ni o'sishi to'xtash kerak. O'zim tokda o'sha yuqoridan qaraganimizda o'suv nuqtalari hammasida yirik barg chiqish kerak. Mayda barg bo'lib uzunchoq bo'lib turishi bu doimiy o'sayotganligini bildiradi toklarda. O'sha yirik barg bo'lib ikkinchi bargini o'zini tikka qilganingizda butun boshli o'sha tokni novdasidan uzun bo'lishi bu o'sishdan to'xtaganligini bildiradi. Shunaqa terim paytiga kelib bizda o'sish 80% ga to'xtagan bo'lishi kerak novdalarimizda. Bu narsa o'zi ko'rinadi terimga yaqin kuzatgan odamlar bo'lsa bu narsani eslashadi. Shunaqa qilib biz azotni berish muddatlarini aniqlaymiz. Odatda kaliyni o'sha terimdan 2 oy oldin, 1 oy oldin biz butun mevalarda ham shunaqa qilamiz. Faqat erta pisharlarda ulgurmasligimiz hisobidan, endi orada boshqa mevalarda yoki uzumlarda endi unaqa erta pishari yo'q, slishkim erta. Masalan, mayda, aprelda oxirida pishadigan o'rik giloslarimiz bo'lsa, azot berganimizda bahorda bir marta kaliy beramiz. Bir marta azot, bir marta kaliy beramiz. Chunki u vaqti yo'q. Azotni berib, keyin bemalol yana kaliy berishga vaqtimiz yo'q. Shuning uchun bular parallel ikkalasi ketma-ket berilaveradi. Iyundan yog'iga pishadiganlarda bemalol masalan aprel oyida, may oyida beramiz azotni. Undan keyin masalan kaliyga o'tib ketishimiz mumkin. Iyunda pishadigan boshqa meva turlari haqida aytyapman. Uzumda ham o'sha pishishidan 1 oy, 2 oy oldin biz azot to'xtatib, iloji boricha bunday ketish. Demak, meva tugdi, meva tukkandan keyin ikkinchi azotni berdikda, undan keyin kaliy bilan ishlab ketaveramiz. O'sha terimgacha kaliyni berishimiz kerak bo'ladi. Uzumlarda umuman ko'p chiqib ketadigan narsa bu kaliy. Uzum bilan, meva bilan eng ko'p kaliy chiqib ketadi. Bizda eng kam beriladigan o'g'it bu endi sizlarni o'zaro ko'p fikr alishasizlar, balki sizlar bu narsani tushungandirsizlar,
kaliyni juda ham ko'p kilogramm talab qiladi. Masalan, aytib o'tdim, 100 kiloga sof holatda azot kerak bo'lsa, 1 gektar yer tokimizga normalniy hosil berayotgan. Kaliy 200 kilo berishimiz kerak bo'ladi. Fosforda aytdim 3 dan 1, 4 dan 1. Kaliyni ko'p berib hech qachon zarar keltira olmaysizlar. Hech qaysi mevaga. Lekin kaliyni kerakligini oladi xolos daraxtlar, toklar. Lekin azotni bo'kib qolguncha, polni programma ishdan chiqquncha yerdan olaveradi. Toklar ham, mevali daraxtlar ham ular yaxshi ko'radi. O'simlar himoya qilish darsini chiqarishdan asosiy maqsad ham shu ko'pchilikka foydasi tegsin degan maqsadda chiqargan. Hozir mana uzumni endi ish avji pallasiga chiqadigan paytda turibmiz. Tagiga qanaqa o'g'itlar solsak bo'ladi? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, qanday bir preparatlar chatsak bo'ladi kasalliklar oldini olish uchun. Keyin damiski uzumi shu yorilib ketyapti, hech to'xtatib bo'lmayapti. Mana shuni ilmi haqida ham bitta aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Yomg'ir yog'sa yorilib ketyapti, buni hech qanaqa bir dori nima ta'sir qilmayapti-da, Shuhrat aka. Rahmat aka. Preparatlar haqida o'sha darsni ko'rsa bo'ladi. Qanaqa preparatlar sepamiz deysiz, o'sha bahordan kuzgacha qilinadigan ishlar hammasi tushuntirilgan. Adora Seedless'da shu darajada yirik bo'lib ketyaptiki, masalan, bu Janubiy Afrikadagi muammo. Bu degani u sortdan qaytamiz degani emas. Albatta, test qilib, yetishtirib, ko'rib, prosta katta gektarlar ko'paytirishdan oldin keyin buni 2-3 yil sinaylar degan ma'noda aytilyaptiki, bu ichi bo'shliq bo'lib qoladi. To'kiylashib qoladi ichi, bo'shliqlashib qoladi. Hech kim kattaligidan shu muammo kelib chiqar ekan. O'shaning uchun buni Janubiy Afrika Respublikasida, umuman Avstraliyada yetishtirishar ekan, lekin yangi ekilish to'xtatilgan bu sort bilan. Faqatgina avval ekilganlarda bular bilasizlar katta xarajat qilishadi, kredit oladi, bular buzib yormaydi. Ya'ni bizga o'xshab shart 2-3 yil qildi, xarajat qildi, hech narsa bo'lmasa shart buzmaydi. O'shani iloji boricha qarab, yaxshilab, qandaydir foyda qilish harakatini qiladi. Concord degan nav bor. Bu Amerikada sok uzum sharbati ichgan bo'lsanglar, juda ham ajoyib, men yaxshi ko'raman. Bizda hech qaysi nima quymaydi, chunki uni sokini olishda uzumda bilasizlar toshi bo'ladi. Shu muammosi bor. Shu jarayondan o'tkazib, boshdan ortib o'tirishmaydi bizda. Buni masalan Rossiyadan keladigan soklar ichida qarasanglar, uzum bor, ajoyib ta'mi bor, aromati, men juda ham yaxshi ko'raman. Xuddi Concordni o'sha yerda men yashaganimda biz ko'p olib ichganmiz, ya'ni o'shaning sokini. O'sha -30 gacha, xudo xolos chidaydi. Juda ham sal mayda bo'ladi u, lekin muskatning ta'mi bor. Shunaqa ajoyib shirin, muskatning o'ziga xos ta'mi bor. Ya'ni yegan odamlar, mana biz urug'siz bir yangi navlar ko'rsatganimizda o'sha Concord yeb ko'rib, Concordga yopishganlar ham bo'lgan. Ya'ni o'shani qiziqib boshqa qilishadi. Bu navni men o'zim Kaliforniyada olib kelganman. Lekin staloviy sort deb ayta olmayman. Bu chistay o'sha Amerikaning shimoliy, o'sha sovuq joylarida asosan yetishtirishadi buni. Kaliforniya staloviy sortlar yetishtiradi. Shuhrat aka ham ancha bizlarga vaqtini ortiqchasi bilan bag'ishladi. Qo'ldan kelgancha maksimum javob berdi. Aka, sizga katta rahmat. Savollar guruhga qoldiriladi. Mutaxassis ustozlarimiz ko'p javob beradi. Imkoni bo'lsa Shuhrat akaga ham chiqamiz. O'shaning uchun endi guruhni efirda to'xtatamizda, mart oyida qolgan davom ettiramiz.